Bir xona 39.800. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bola. Juda ko'pchilik Green House'dan so'rovdi, so'rashgandi, ulgurishmagandi. Akalar, uyimiz juda yaxshi holatda, kirib yashashga tayyor. Orientir Indeks bozori Sergelida bo'lyapti. Indeks bozori shunda orqasida. 9 qavatli binoni 5-qavati naqdga sotilgan holda uyimizning narxi $39.800 kvadrat metri, 39 kvadrat metr uy ko'ramiz. Lekin aboyi juda ham yaxshi tanlashdi. Bu koridorimizni, bo'tga bitta garderobni qo'ysanglar. Tak, holat yaxshi, kiraverishda chap qo'lda bu kuxnyamiz bo'lyapti va sanuzel ko'rishimiz mumkin. Patologgacha kafil qilingan. Va bu yoqda mana bir xonali uyimizning birinchi xonasi. To'xtab tur. Hop, ko'pchilik novostroyka uylanib e'tibor bersanglar, ayniqsa bir xonaliklarda oynalar orqa tomonga qaragan bo'ladi. Pastda mashinalarni, bolalaringlarni o'ynayotganini bemalol kuzatib turishingiz mumkin, sababi hovliga qaragan oynalari. Tak, ma'lumotga keladigan bo'lsa, shunday indeksda orqasida bo'lyapti. 9 qavatli binoni 5-qavati, bir xona 39 kvadrat metr naqdga sotilgan holda uyimizning narxi $39.800 bo'lyapti. Sunnatiga ozgina o't beradigan joyi bor. Hammaga rahmat.